Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, O'z Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Cristiano Ronaldo Al Nassrning Elit Osiyo Chempionlar Ligasining finalga chiqa olmaganiga munosabat bildirdi. Kecha Al Nassr Elit Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining yarim finalda Yaponiyaning Kawasaki Frontale jamoasiga mag'lub bo'ldi va musobaqa bilan xayrlashdi. Uchrashuv yakunidan so'ng saudiyaliklar sardori Cristiano Ronaldo barchaga minnatdorchilik bildirdi. Ba'zida orzularni kutishga to'g'ri keladi. Men bu jamoa va maydonga bergan barcha narsalarimiz bilan faxrlanaman. Bizga ishongan va har qadamda bizni qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarga rahmat. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun hamma narsadan muhim, deb yozib qoldirdi Ronaldo o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Abbos Fayzullayev o'zaro o'yinda O'zbekiston Rossiyani mag'lub eta oladimi degan savollarga javob berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbos Fayzullayev O'zbekiston va Rossiya futboli haqida fikr bildirdi. Haqiqatdan O'zbekistonda hozir eng kuchli futbolchilar tashkil topgan avlod bor. Bu tarkibni Rossiyaning hozirgi tarkibi bilan solishtirsa bo'ladimi? Rossiyada ham kuchli tarkib bor. Jamoangiz ayni paytda uncha kuchli bo'lmagan jamoalarga qarshi bahs olib bormoqda. Rossiyaning bir nechta o'yinlarini ko'rdim. Sizlarda Golovin va yana boshqa yulduzlar bor. Agar Rossiya xalqaro arenalarga qaytsa, jamoangiz raqiblarga yaxshigina qarshilik ko'rsata oladi. O'zaro o'yinda qaysi jamoaning g'alabasiga bo'lgan imkoniyat ko'proq? O'zbekistonmi yoki Rossiya? Men har doim o'z vatanimni tanlayman. O'zbekiston milliy terma jamoasi Rossiyani mag'lub etgan bo'lardi deb hisoblayman, deydi O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Moskvaning CSKA klubi yarim himoyachisi Abbos Fayzullayev. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.